Assalomu alaykum YouTube obunachilari, kanalimiz obunachilari, do'stlar. Hozir sizlarga men shablon yasaganman. O'sha shablonni ko'rsataman. Qanaqa qilib oqqa qorani yopishtirishni, samarizlashni ko'rsataman. Diqqat bilan e'tiborli bo'lib ko'ramiz, kuzatamiz. Mana bu shablon bo'ladi. Birinchi etaj bu, ikkinchisi pastdagisi. Pastdagisiga mana bu qora kiyishadi. Hozir tepasiga kattasini kiydirib ko'rsatamiz. Mana do'stlar, hozir buni ustiga qoplamasi lop-bilan tushdi. Endi mana bunaqa qilib chizib olamiz. Bu yoqda chizib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana shunday razmerda chiqib keladi. Mana videoga like bosib, kimda kim Tunukaxon MDF katalog o'rganmoqchi bo'lsa, kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'ying. Video roliklarini birma-bir joyga yuklab boramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.